Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana xudo xolisa navbatdagi obyektimizga zakat o'pkalar bo'layotgan jarayonlari. Bu obyektimiz Farg'ona viloyatiga bo'lyapti. Kotej oralarini yopib beryapmiz. Kotej oralariga 3 ta sarropimiz tashaladi. Qorini ustiga mana shular o'rnaydi. Firmalarimiz. Nariga bir skatli firmalarimiz uvaga bo'lyapti. 12 metr, 10 metr firmalar bo'lyapti. Materiallarimiz konteyner profildan bo'lgan materiallar. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Mana bu firmalarimiz bir skatli 12 metrli firmalar bo'lyapti mana. Bunisi esa 14 metrli shotili firmamiz bo'lyapti. Bez ustun shu 14 metr joyga o'rnaydi mana. Shunga o'xshash katta zavod zdaniyalarni 24 metr, 25 metrgacha bez ustuni olib beraveramiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Shu ko'rinishlarda zakat o'pka qilib o'rnatamiz mana. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.